Qizim, sen o'zbeksan, bunday yurish bizga yarashmaydi. Xo'p bo'ladi ustoz. Ertaga uzunrog'ini kiyib kelaman. 8 yildan beri kiyasan. Bu Rizayevmi? Hali ham shunaqa sergap cholmikin? Ha, hali ham shunday. Bir telefon qilsa 2 soat gaplashmasa hisobmas. Shuning uchun uni chol derdik-da. Hammaga pand nasihat qilib quloq miyasini erdi, ha? Gapirma. Sinf rahbarimiz bugun kech kelganlarning ustidan rosa gap eshitdilar. Hammang ertaroq turib, ertaroq kelsang bo'lmaydimi? Obbo, yana nasihat boshlandi. Bizning yoshimizda dangasa bo'lish yarashmaydi. Hozir bizni kuchga to'lgan vaqtimin. Ey, chol. Bo'ldi qil, iltimos. Blogerimizni tanishtirishimga hojat bo'lmasa kerak, uni hozir million obunachisi bor. Ha, Instagramimni titkanda ko'rib qolaman unda-munda. Ha, qattiqroq shamol bo'lsa, shuni ham jonli efirga olib chiqardi-ya. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nigishka yana jonli efirda. Bugun maktabimizda ajoyib hodisa yuz berdi. Maktabimizda jonli burchak ochildi. Endi bizning maktabda ham quyonchalar, toshbaqalar, tipratikanlar va tovuqlar bor. Mana, ko'rib turganingizdek, ularni parvarish qilishni boshlab yubordik. Endi ularning har kunini yoritib boramiz. Niginaning 2 ta farzandi bor. Turmush o'rtog'i yurist. Yaqinda 3-farzand tug'iladigan-ga. Omadini bersin, baxtli bo'lsin. Voy, bu Varchunmi? Xuddi o'zi. Doim hamma narsadan norozi bo'lardi, a? Menga bir iltifot qilib intervyu bermaysanmi? Sen boshqalarga qaraganda kamroq asabimga tegyapsan. Buni iltifot deb qabul qilsang ham bo'laveradi. Do'stim, biroz chehrangni och. Yana nega kayfiyating yo'q? Mening kayfiyatim yomon emas. Shunchaki yuzimning interfeysi shunaqa. Hamma gapga javobing bor-a? Menga aql o'rgataverganlarni yomon ko'raman. Bilasanmi kimga o'xshatamiz seni? Kimga? Senga emasmi ish qilib? Yo, Smurflardagi Varchunga. U ham hammani va hamma narsani yomon ko'radi. Voy, Sklifosovskiy-ku. Kiyimini biror marta g'ijim ko'rmaganman, shu bolani. Dunyoni mikroblardan iborat deb o'ylardi-a bu.